Yuhi meni yonimni olib, dadasiga gapirgani uchun shunaqa xursandman, ishoninglar, buni hech qachon ta'riflab berib bo'lmaydi. Dadasi ham albatta xursand bo'ldi, meni yonimga olgani uchun va fikrlashlarda ozgina bo'lsa ham xatolik bo'lgani uchun qo'lidan ushlab turmush o'rtog'im tushuntirishni boshladi menga nimaga ishga chiqishga, davlat ishiga chiqishga ruxsat bermayotganini. O'zini yoshligidan boshladi. Qo'lidan ushlab hech qachon turmush o'rtog'im baqirib, so'kib, farzandlariga gapirmagan. Hech qachon hamma narsani yaxshi tushuntirishga, to'g'ri tushuntirishga harakat qiladi. Meni otalik vazifam senga bu narsani tushuntirishim kerak. Nima uchun men onangni ishlashga ruxsat bermayotganimni men senga tushuntirib beraman. Sen noto'g'ri o'ylamagin. Agar erkak kishi moddiy tarafdan ayol kishini ta'minlay olmasa-da shu uyda o'tirasan deb qattiq turib olsa, u erkak sog'lom fikrlamaydi. Normal erkak emas. Men o'zim moddiy tarafdan onangni hamma narsasini ta'minlab berishga qurbim yetgani uchun ishlashga ruxsat bermayapman. Ham sizlarni farzandlarimni o'ylab, chunki men yoshligimda, kichkinaligimdan onam faqat ishda bo'ladi. Dadam yaxshi ishlamasdi, faqat ichib kelib, shu uyda problemalar bo'lgani uchun oilani ro'zg'orini yarmidan ko'p problemasi meni onam yelkasida edi. Kichkinaligimizda bizani boqish uchun, bizani to'garaklarga yuborish uchun, yaxshi yashashimiz uchun onam kecha kunduz ishlaganlar. Har doim maktabdan kelsam, uyga kelganimda qaynonam turmush o'rtog'i maktabdan kelganda uyda bo'lmas ekan. Ovqatlarini tayyorlab, xolodilnikka qo'yib ketar ekan. Turmush o'rtog'im, qaynukam maktabdan kelib ovqat yer ekan, lekin onam bo'lmasdi dedi. Sen mana maktabdan kelasan, uyda onang bor. Ona deb kirasan uyda. Nima muammoing bo'lsa aytib eshitasan. Issiq ovqating oldingda. Mehr bor sizlara. Masalan, meni ham deydi, qaynonam ham mehr bergan, yaxshi ko'rgan farzandlarini. Shunchaki onasini uyda bo'lishni xohlagan. Shu maktabdan, to'garakdan kech charchab kelganda shu onasi bolam keldingmi deb kutib olishni xohlagan turmush o'rtog'im. Shu narsa deb meni hayotimda bo'lmadi. Endi onam ham bu narsaga majbur bo'lganlar. Shuning uchun men kichkinaligimdan o'zim ishlayman. Agar uylansam, ayolim uyda o'tiradi deb o'zimga o'zim so'z berganman. Mana onangni moddiy tarafdan ta'minlay olaman. Shuning uchun ham uyda o'tirsin, sizlarga mehr bersin. Onasi bor, ona bor uyda boshqacha bo'ladi, bolalar tarbiyasi ham deb qo'lidan tutib tushuntirishga harakat qildi. Onangni yonini olganing yaxshi deb. O'zim ham xursand bo'ldim qizim yonimga olganiga. Koreyada shu narsa borki, erkin fikrlaydi bolalar. Hech qachon ota-ona jim o'tir, sen nimani bilasan, kichkinasan deb og'ziga mundoq etib urmaydi-da. Gapirdim, eshitadi. Ota-ona oxirigacha eshitadi. Bolasini to'g'ri gapirsa ham, noto'g'ri gapirsa ham. Agar noto'g'ri fikrlashi bo'lsa, xatosi bo'lsa, o'tirib sekin-sekin tushuntiradi. Bu unaqa emas, bunaqa emas deb tushuntiradi. Keyin onam Yuhi aytdiki, onam uyda qiynaladilar. Bitta o'zlari masalan biz maktabga ketamiz, stress bo'ladilar. Shuning uchun men onamni ko'chaga chiqib ishlaganlarini ma'qul ko'rdim. Shuning uchun men sizga shu gapni aytdim. Lekin bu tarafini o'ylab ko'rsam, haqiqatda onam uyda bo'lgani yaxshi ekan. Chunki uyda kelganimda, o'rtoqlarim bilan kelganimda, yo maktabdan kelganimda har doim haqiqatda onam uyda bor deb ko'nglim to'q bo'lib kelaman har doim. deb o'zini fikrini keyin yana tushuntirib, turmush o'rtog'im ko'rdingmi, meni o'ylovim boshqa narsa, sen boshqa narsa o'ylayapsan. Turmushga chiqmayman, onam qiynaldi degan, farzand tug'mayman deganing ham noto'g'ri qizim. Chunki seni ham dunyoga bir ona keltirgan, seni ham bir ona katta qilyapti. Sen ham nima deydi, tabiat qonuni, sen ham turmushga chiqib, farzandlar tug'ishing kerak, o'zingdan zurriyot qoldirishing kerak. Qizmi, o'g'ilmi farqi yo'q deb bolasiga shunaqa tushuntiryapti. Ishoninglar, bir ham havasim keldi. Tamiga ham, Yuhiga ham, Ranoga ham havas qiladigan tarafim shunaqa. Dadasi juda ham bolalarini qadrlaydi, yaxshi ko'radi. Har bir xatosini orqasida to'xtaydi. Yaxshi kunida ham orqasida to'xtaydi, xato qilsa ham har doim orqasida to'xtaydi. Birinchi biror xato qilsa, bolani xatosi deb urishmaydi. Mani xatoyim qayerda, mani ota-onani xatosi qayerda, bola shunaqa bo'lib ketishdi deb har doim shuni birinchi o'ylaydi-da, bolasiga aytadi. Agar ozgina bo'lsa ham xato qilsa, bolam men mana bu yerda xato qildim, meni kechir deb uzrini ham so'raydi, bolani fikrini birinchi o'rinda qo'yadi. Koreyada ko'pchilik shunaqa erkin fikrlash bor. Har doim ayol bilan erkak kishi teng degan fikrga turmush o'rtog'im ham qo'shiladilar. Faqat agar erkak kishi ayolini 100% ta'minlay olsa,
ishlamagani ma'qul, farzandlariga tarbiya bergani ma'qul degan fikrda bor. Lekin men haqiqatan ham ishlash xohlayman, hozir ham lekin ruxsat bermaydilar. Yuhi bilan ikkimiz qattiq harakat qilyapmiz. Qani ishlashga ruxsat beradilarmi?